Payg'ambar alayhissalom aytibdilar, biror bir nafs ajali yetmasdan, rizqini to'liq olmasdan vafot etmaydi. Bizning rizqimiz qachon yozilgan? Onani qornidaligimizda yozib qo'yilgan. O'sha rizqimizdan bir ushoqchalik ham dunyoda qolib ketmaydi, o'ylamang. Rizqim qolib ketib, men o'lib qabrga ketib qolaman deb o'ylamang. O'sha bir ushoqni ham yeysiz, tomog'ingizdan o'tadi, keyin jon taslim qilamiz. Ungacha o'lish yo'q. Ajalimiz yetdimi, demak rizqimiz tugagan. Rizqimiz qolib ketib qolmadi bu dunyoda. O'ylamang. O'sha siz rizqim deb yelib, yugurib, shu uchun yolg'on ishlatib, haromga yo'l qo'yib qoldirgan molimiz kimga? Shu merosxo'rlarga qolib ketadi. Demak, kimning rizqi ekan, ularning rizqi bo'lganda. Shu uchun yelib yugurdik. Shu uchun birovda